Bugun obzorimizda 2025-yilda eng trendda bo'lgan spalni komplektlarni obzor qilib beramiz. Spalnimizda eng kulminatsion joyi shkafida bo'ladi. Shkafning razmeri 3 metr bo'lgan. Juda ham katta qilib ishlangan. Ikkala chekkalarida mana bunaqa polkalari bor. Bu tarafda xuddi shunaqa polkalari bor. Bu shkafimiz modulli bo'ladi. Ikkita yarim metrli, ikkita 1 metrli modullardan tashkil topgan. Mexanizmlariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Mexanizmlari ham eng so'nggi rusumdagi mexanizmlardan ishlatilgan. Mana bu mishilkalari ham podsvetkali mishilka qo'yilgan. Polniy PVX kromkada 2 sentrikda yig'ilgan. Mana tortmalariga tandem mexanizm qo'yilgan hammasiga. Profillari ham sifatli kачественный profil oynalardan ishlatilgan. Bu tarafda divanlariga keladigan bo'lsak, divanlarining razmeri 1.75 ga 2.10 razmerda bo'lgan. Tagi sandiqli bo'lgan. Nasos mexanizmlari 1.5 metrli baqvat mexanizmdan temir karkasga qotirilgan. Mana bu joylariga alohida ahamiyat berib qo'yasizlar. Ishimizni sifatiga shunday ko'rganlaringni o'zlar bilasizlar. Ideal holatda ishlangan, polniy boltgaga yig'ilgan. Matraslari ortopediskiy matras qo'yilgan, 5 yil kafolati bor. Bemalol sizga 10 yildan oshiq xizmat qilib beradi. Ikki taraflamali bo'ladi matraslarimiz. Xo'p, bu tarafida tortmalarni ko'rsalang bo'ladi. Kimdir komod deydi, kimdir chester deydi. Bunga ham tandem mexanizm ishlatilgan. Usta akalarimiz qanaqa mexanizmligini juda yaxshi bilishadi. Tandem mexanizm ham baqvat bo'ladi, ham качественный bo'ladi. Og'ir yuklarni qo'ysalang bemalol ko'taraveradigan holatda ishlaydi. Bu tarafda trimolari bo'lgan. Trimolarni razmerlari 1.20 bo'lgan. Eng qizil joyi bu joyda bo'ladi. Kerakli narsalaringni yashirib qo'ysalang ham bo'ladi. Bu yerda tillo taqinchoqlar uchun joylari qilingan, baxtli qilib ishlangan. Tepalari oynakli qilingan, kalyonli oynakdan. Oynaklarning chetlari charxlangan besapaslik bo'lish uchun. Albatta ikkita tumchkalari ham bo'ladi ikkala yonida. Divanimizda joylari ozgina torlik qilgani uchun bitta tumbani bu tarafga qo'yib qo'ydik. Xo'p, bu spalni komplektlarimizning narxlarini xudo xolasa chiroyli holatda kelishtirib beramiz. Kommentariyaga yozsalar, sizga direktdan javob beramiz yoki quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsalar, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Dastavkalari O'zbekiston bo'yicha albatta dastavkalarni qilib beramiz kelishilgan holatda. Xudo xolasa spalni komplektlarimiz yoqgan bo'lsa, laykni bitta bosib qo'yasizlar. Shunaqangi spalni komplektlar bundan ham zo'rlari albatta sizga ham nasib qilsin. Xudo xolasa shunaqangi eng sifatli, eng yaxshi mebellarni qo'yib borishda davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar.